Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doim men Ayim Bobur va bu yana Beruniy narxlari. Bugungi videomiz ayol qizlarimiz uchun foydali videorolik bo'ladi. Videoni oxirigacha diqqat e'tibor bilan ko'ring. Sabab bugungi videomizda biz sizlar bilan Beruniyda pasudan jazom ekan, nerda arzonroq tozon bo'ladi degan savollaringizga javob topamiz. Va bugungi manzilimiz hafta bozorining ichidagi Yulduz Aypamizning do'koni bo'ladi. Qanunda ketdik. Sizlarga birinchi ko'rsatgan narsamiz bu Albino firmasidan keramika 84 shtukli naborimiz bo'ladi. Bu naborimizning ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Bahosini keladigan bo'lsak, boshqa joyda 550 ming, 600 mingdan sotilib turgan bu naborimiz Yulduz Pasuda Beruniy akkauntuna obuna bo'lib qolganingizda kelib turib va shu videodan ko'rib keldim desangiz, bahosini sizga 500 ming so'm etib beradilar. Undan keyin agar ko'proq olaman desangiz, ondan ham kelishtirib beradilar bahosini. Keyingi sizlarga ko'rsatgan naborimiz Vikalina brendidan 66 danali Pasuda naborimiz bo'ladi. Hozir shu o'rning o'zida sizlar bilan ochib ko'ramiz. Ichida nima bor, nima yo'q. Ichida bir dona chaynigi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shunday gulli varianti bo'ladi. Buning boshqacha gulli variantlari ham bor. Undan keyin buning ichida 4 dona chaynigi bo'ladi. Chaynigi rovna 4 dona. Ichida ham 66 shtuk Pasuda bo'ladi. 62, 64, 63 dona emas, 0066 dona bo'ladi. Keyin bu yoqda ko'rsatgan bagema naborlarimiz bilan buni komplekt etib olsangiz, dim bir shokolad bo'lib ketadi. Bahosini keladigan bo'lsak, bular eldan 1,5 million so'm sotilgan. Shu videoni ko'rib keldim desangiz, Yulduz Pasuda Beruniy akkauntuna obuna bo'lgan bo'lsangiz, bu naborimizning 66 donalisining bahosini sizga 1 million so'm etib beradilar. Keyin bir narsaga yaxshilab e'tibor eting, sizga sifatini tekshirib ko'rsataman. Mana shu gulimiz ko'rib turganingizda pichoq bilan qirsangiz ham gulni hech narsa etmaydi. Bu degani, конечно, sifatli degani. Undan keyin sizga ko'rsatgan narsalarimiz bu do'konning xamir uchundan Peter. Ko'rib turganingizdek, xo'jalikqa ne kerak bo'lsa, janozga ne kerak bo'lsa, hammasi shu yerda tovladi. Gaz plita, qarasangiz, qozon, pasuda hammasi bor. Do'konga kelib o'zingiz ko'rsangiz va o'zingizga kerakli vaznda bemalol topib ketishingiz mumkin bo'ladi. Yulduz Pasuda Beruniy akkauntuna obuna bo'lib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Bemalol kelaverasiz. Do'konimizning manziliga keladigan bo'lsak, bu hammamiz biladigan bozorning glavniy darvozasi. Glavniy darvozadan kirib kelasiz, bostirmadan o'tsangiz, mana shu yerda turingizda shu do'kon bo'ladi. Mana shu yerdan o'tdingiz, ketirsiz, burada oyoq kiyimdan keyin mana shu do'kon bo'ladi.